Xursandmiz. Pamuk ellayni ikkinchi, uchinchi kelishimiz. Bu el rahmat og'a. To'ylar akasini tabriklaymiz. Bobakul aka, farzandlar rohatini ko'ring. Ilohim solih farzandlarni ota-onasi bo'lsinlar. Besh to'ylardan ham hech kimni o'rni yo'q qolmay kelib tabriklab o'tirish hammamizga nasib etsin ilohim. Rohatini ko'ring farzandlarni. Aqtiqlarni, cho'liqlarni sonini bilib yuring ilohim. Ro'zimbek aka ertalab ham tabrikladik, yaxshi gaplar aytdik. Bu xonadonlarni challi yaxshi gap aytsak, kam to'g'risi, bir yaxshi insonlarni xonadonga keldik. Og'a, qayzingizni bersin. San'at yo'lida shu xalqning xizmatida yuribsiz, charchamang og'a. Aka-ukachiligimiz bordi kelimiz abadiy bo'lsin. Hamma xonadoningizda shunday yaxshi kuna tabriklab kelish nasib etsin. Yangi gapim chala qoldi bu. Pamuk elna kelib xursand bo'laman to'g'risi. San'atni sevib, tushunib, eshitadigan xalq qo'limizdan kelgancha xizmat etib beramiz. Bizdan ham 2-3 ashula aytib marhamat tabriklaymiz. Atalarımız için aytıp beramiz. Hammamizning eng yaqin do'stimiz menimcha otamiz bo'ladi. Atadan yaqin do'st bo'lmaydi ekan odam. Eng yaqin do'stim otam ekan degan ashulamiz bilan boshlaymiz xudo xolasa. Dunyoda bir inson bor. Dünyada bir insan var, her neden üstün ekan.